Nega Yapon 100 yil yashaydi? O'zbek buncha yoshga bormaydi. Chunki Yapon bizday qorong'u. Sahar turib oshga bormaydi. Chunki Yapon bizday qorong'u. Sahar turib oshga bormaydi. Voyda. Bayramida u obro' uchun elni chorlab ziyofat bermas. Motamida 3 kun bel bog'lab shamday qotib ko'chada turmas. Garchi bizdan 100 bor farovon, garchi bizdan 100 kara to'qdir, to'y xarjida 100 ta boy Yapon, bir kambag'al o'zbekcha yo'qdir. Voyda. To'y xarjida 100 ta boy Yapon, bir kambag'al o'zbekcha yo'qdir. Shu so'zimni Yaponga aytsam, dedi battar qisib ko'zini. Yapon bunday yashay olmaydi, harakiri qilar o'zini. Yapon bunday yashay olmaydi, harakiri qilar o'zini. Ah, harakiri.